Salom qadrli yoshlar. Mening ismim Motabar Xushvaqtova va meni ko'pchilik o'rik guli taxallusi ostida ekofol sifatida taniydi. Hozir o'tirgan joyimiz bu kichik yashil bog'. Bilasizmi, oddiy odamlar tomonidan qutqarib qolingan va bir necha marta. Mana shu joyda bir bino qurish uchun juda ham katta janjal bo'lgan edi va men o'z qo'shnilarim bilan shu joyni qurilishiga qarshi bo'lib chiqqanmiz va daraxtlarni saqlab qolganmiz. Mana shunday pozitsiya fuqarolik pozitsiyasi deyiladi. Agar siz ko'chada ketayotganingizda kimdir daraxtlarga ozor berayotgan, shoxini sindirayotgan yoki kesayotganini ko'rsangiz, albatta bunga qarshilik qilishingiz mumkin. Borib hujjat so'rashingiz va jarayon to'xtatishni so'rashingiz mumkin. Biz ham xuddi shunday qilganmiz. Chiqib qaysi quruvchi, qaysi firma tomonidan bu ish amalga oshirilayotganini va bu qonunga zid ekanligini ta'kidlab, daraxtlarni saqlab qolishga muvaffaq bo'lganmiz. Mana shu kichkina ish, ya'ni birgina daraxtga e'tibor qaratish sizni salomatligingizga ta'sir qiladi. Qanday qilib? Har bitta katta daraxt 3 kishiga yetarli kislorod ishlab chiqaradi. Agarda siz bitta katta daraxtni kesilishidan saqlab qolgan bo'lsangiz, demak o'zingiz va ota-onangiz uchun kislorodni ta'minlagan bo'lasiz. Toza atrof muhit bu nafaqat chiqindidan xoli ko'chalar, shaharlar, balki sog'lom tuproq, toza suv, toza havo, hayvon va qushlarning ko'p bo'lishi va yashil daraxtlarning, yashillikning, o'simlik butalarining ko'p bo'lishi demakdir. Agar sizning atrofingizda daraxtlar ko'p bo'lsa, qushlar, hayvonlar turli-tuman bo'lsa, hasharotlar turli-tuman bo'lsa, tuproq unumdor bo'lsa va havo toza bo'lsa, demak siz sog'lom bo'lasiz. Ularni hammasini saqlash esa har birimizning qo'limizda. Buning uchun esa har bir odam bu toza havo uchun, toza tabiat uchun kichik qadam tashlash lozim. Agarda siz do'konga borayotganda uydan eko xalta olib ketadigan bo'lsangiz, demak do'konda ortiqcha plastik xalta olmaysiz va tabiatga bitta plastik xalta chiqmaydi. Agarda siz o'zingiz uchun ko'p martalik termos sotib olsangiz, demak har kuni ko'chadan ichimlik suv sotib olmaslikka va ko'p chiqindi chiqmaslikka sababchi bo'lasiz. Agarda siz nam sochiq sotib olmasdan o'rniga dastro'moldan foydalanadigan bo'lsangiz, yiliga juda ko'p plastik chiqindi tabiatga chiqmaydi. Menga bularning farqi yo'q, chiqindi bilan nima ishim bor deydigan bo'lsangiz, adashasiz. Chunki har qanday inson chiqargan chiqindi oxir-oqibat yerga ko'miladi. Tabiatning yopiq doirasiga tushgan chiqindilar insonlarning dasturxoniga oziq-ovqat, suv va hattoki go'sht tarkibida qaytib keladi. Aynan plastik chiqindilar haqida gapiradigan bo'lsak, ular mikroplastikka aylanadi va oziq-ovqat, suv tarkibida sizning dasturxoningizga, organizmingizga tushadi. Tabiat uni yo'q qila olmaydi, faqatgina mikroplastik deb nomlanuvchi mayda bo'laklarga bo'lib yuboradi. Tabiatning bir bo'lagi sifatida bizning tanamiz ham mikroplastikni yo'q qila olmaydi va keyinchalik bu ma'lum bir kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun har bir odam o'z chiqindisiga mas'uliyatni yelkasiga olishi, uni maxsus qutilarga olib borib tashlashi va ularni kamaytirishga harakat qilish lozim. Aziz yoshlar, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Millionlab odamlar ko'chaga chiqindi tashlaganda, tinmasdan chiqindi chiqarganda yoki suvni isrof qilganda, daraxtlarni kesganda mening kichkina harakatim nimani o'zgartiradi? Ishonavering, o'zgartiradi. Agarda siz shunchaki eko xalta olib do'konga borsangiz, do'kondagi boshqa odamlar sizdagi eko xaltani ko'radi va siz allaqachon ular uchun namunaga aylanasiz. Agarda siz doim o'z termosingiz bilan yuradigan bo'lsangiz, atrofingizdagilar sizga qarab o'rganadi. Agarda siz nam sochiqlardan foydalanmasdan doim dastro'mol ishlatadigan bo'lsangiz va buni 2 dona do'stingizga o'rgatsangiz, uchalashib siz kamroq plastik chiqindi chiqarasiz. Agarda uyingizda chiqindi saralashni boshlasangiz, ota-onangiz va yaqinlaringiz sizdan ko'rib o'rnak olishadi va chiqindi saralaydigan odamlar soni kamida 3 taga ko'payadi. Mana shunday kichik qadamlar bilan katta natijaga erishish mumkin. Buning uchun esa to'xtab qolmaslik va doim o'z pozitsiyasida qattiq turish talab qilinadi. Biz xavfsiz hayot haqida gaplashyapmiz va bunday hayotni toza suv, toza tuproq, toza oziq-ovqatsiz, tabiatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Umid qilamanki, men sizga bergan kichik lekin foydali odatlar sizning hayotingizda kundalik odatga aylanadi va har birimiz kichik qadamlar bilan katta natijaga erishamiz.